Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun yana sizlar bilan Rahmatullo Shoipovman. Bugungi videomizda Turkiyada qanday qilib borsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi degan savollarga yo'l-yo'lakay javob berib ketaman. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda o'zimiz fuqaroligimiz ko'k yashil pasportimiz bor. Yashil pasport bilan birgalikda ko'pchilik qizil pasport ham oladi, bilasiz. Zagon pasport deydi. O'sha zagon pasportingiz bo'lsa, shu bilan bilet olib Turkiyada kelsangiz bo'ladi. Kvartira topib harakat qilsangiz, ish topsa harakat qilib kvartira topib kelib ishlayman desangiz bo'ladi. Eng kam ish haqqi 600-650 dollardan boshlanadi. Lekin degan joyi bor. Ko'pchilik bir narsa xato qilib o'ylaydi. Turkiyada boraman, men dokument qilaman, ishlayman, dokument qilaman degan fikrlar qiladi. Lekin hurmatli obunachilar, hozirgi paytda Turkiyada kimlik bermaydi. O'sha siz kelayotgan o'sha qizil pasport, zagon pasportingiz bilan 3 oygacha sizda boyagi 3 oygacha amal qiladi. 3 oygacha sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. 3 oydan keyin siz qochoq bo'lib qolasiz. Boyagi undan avval qaysi bir ishxonada, fabrikalarda Turkiyada kelib ishlagan bo'lsangiz agar, unda kelib o'sha fabrika nomidan chalishim qilib dokument qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun yangi kelganlar shoshmasdan kelib 3 oygacha ishlab, 3 oydan keyin xohlang qochoq bo'lib qolib oddiyoq bo'lib ishlang. Xohlang 3 oyga kirdi chiqdi qilib ishlang. Misol, hurmatli obunachilar, bilasizlar, xabarlaringiz bor. Mana shu qizil pasportimiz bilan 3 oygacha amal qiladi. Undan keyin hech qanday muammo yo'q. Ish topish masalasiga kelsak, ish topish masalasi endi u sizning muomala madaniyatingizga bog'liq. Qanchalik misol siz turk tilini bilman, o'zbek tilini bilgan taqdiringizda ham qanchalik muomalangiz yomon bo'lgan sayin bular ham muomalasi yomonlashib ketaveradi. Qanchalik muomalangiz yaxshi bo'lsa, bular ham siz bilan yaqindan tanish bo'lib, yaqindan siz bilan tushunishga harakat qilib, sizga tushunmaganlaringizga tushuntirib, o'zi ham ko'maklashadi. Shuning uchun hurmatli obunachilarimiz, Turkiyada kelishdan oldin albatta kvartira ish joyini aniqlab kelishda maslahat bergan bo'lar edim. Ko'pchilik ba'zilar Turkiyada keling, mana ish bor degan bilan bu ish topib bir joyda ishlash anchalik mushkul masala. Shuning uchun hurmatli obunachilar, albatta o'zingizni sog'lig'ingizga, hayotingizga e'tiborli bo'lasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan Rahmatullo Shoipov bo'ldi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatganingizdan xursandmiz.